Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bu Robert Player kanali. Do'stlar, bugun biz sizlar bilan nima deydi? Gungus Valki nimadir degan o'yinni o'ynaymiz. Nomi esimda yo'q. Nima deydi? Bu o'yinning nomini kommentariyada yozib qo'yaman do'stlar. Unda biz videoni boshladik do'stlar. Video boshlanishidan oldin kanalga obuna bo'lib qo'ying va like tugmachasini bosib qo'ying. Unday bo'lsa biz videoni boshladik. Do'stlar, mana kirilmoqda. Sizlarga o'rnatib o'ynashinglarni tavsiya qilaman. Bu juda ham zo'r o'yin. Men yozlarda o'ynashni boshlaganman. Ya'ni yozlarda o'ynardim. Ya'ni nechadir kun oldin o'tkazdim. Mana do'stlar. Anchagina yangilanibdi. O'ynaganlar bor bo'lsa, like bosib qo'ysin, kommentariy yozib qo'ysin, men o'ynaganman deb. Do'stlar, qaranglar. Mana bu yerdan avtomatlar sotuvchilar bo'ladi. Weapons degan joyni bosib, mana bu yerdan skins degan joy bor. Bu yerda kiyinsanglar bo'ladi. Mana bu yerda bizda vanna bor. Mana bu yerda karta ham turadi. O'sha narsani olib olasizlar. Tak, короче, mana hech narsa qilib bermaydi. Bilmayman nima qilib beradi. O'zim hali tushunganim yo'q. Shunaqa don degan yozuvni chiqarib beradi. Bo'ldi. Do'stlar, men bu o'yinni sal o'ynagandim. Shuning uchun sal-pal kuchayganman. Do'stlar, qaranglar. Bo'tlarda bitta zo'r ish bor-da. Mana bunaqa mushuklarni olasizlar, mundoq olib kelasizlar. Mana bunaqasiga tashlab yuborasizlar. Bundoq qilasizlar. Solar. Mani kuchugimni urot. Parazit, kuchugimni urma. Do'stlar, mana shunaqa qilishadi edi, mashlar. Kuchugimni urishadi-da. Ularni o'ldirib qo'ysam, meni keyin qamab yuborishadi do'stlar. Tak, do'stlar, sal ovozini chiqaramiz. Do'stlar, keyin bitta ya'ni yaxshiroq tarafi bor bo'pti do'stlar. Haqiqiy odamlar bilan o'ynasa bo'lar ekan bu o'yinni. Offline'ida oldin offline edi do'stlar. Offline edi. Bu o'yin offline o'yindi. Offline bu Wi-Fi'siz o'ynaladigan o'yin, internetsiz o'ynaladigan o'yin. Bu internetsiz o'ynasa bo'ladi, lekin bunda anaqa odamlar bilan birga o'ynasa bo'lar ekan. Bir-biringlar bilan ularni emas, kirganinglarda o'zi odamlar o'ynayotgan bo'lar ekan. Yo-mayo do'stlar. Yo-mayo. Burzunga chiqdi o'zi tezligi. Endi oldimachasiga yuring, buni qulay bot. Tak do'stlar. Tak. Ichiga qo'ying. Hayot yurayotgandek bo'lmaydi. Do'stlar, keyin mana bu sandiqlarni ochsanglar bo'ladi. Bundoq qilib ochasizlar, ichidan pul beriladi sizlarga. Do'stlar, qaranglar. Mana orqamda kuchugim yuribdi, to'g'rimi? Bu kuchukni uylarning yonida turgan narsa bor, pets deb yozilgan. Ana o'sha joydan olsanglar bo'ladi. Faqat pulli. Tekin emas. Pulli. Do'stlar, iltimos kanalga obuna bo'lib qo'ying, chunki men shuncha mehnat qilyapman, sizlar uni qadrlamasdan, like bosmasdan, obuna bo'lmasdan ko'ryapsizlar do'stlar. 93% shunaqa odam kanalga obuna bo'lmasdan ko'radi. Men buni montajda qilib qo'yaman do'stlar. Men buni boshiga tiyib ketdi-da mushuk. Shunga ham hozir meni uradi parazitlar. Tak. O'zlari yuribdi. Bashara, kuchugimga tiyman. Basharasiga bilan. Atayapman, kuchugimga tiyotir, keyin o'lib o'tirishdi. Do'stlar, keyin mana shu o'yinni o'ynaydigan odamlar bor-ku. Вообще-то qo'rqoq ekan. Mana qanaqa qo'rqoqligini bilmasa bo'ladi do'stlar. Qaranglar. Men ularni urvanman-da. Ular shunchaki qarab turishdi. Ba'zilar urishyapti, lekin ba'zilari qarab turibdi. Qarang, musulmon so'bganinglardan keyin men yashil tugmacha bor. Mana shuni bossanglar, men bittasiga pul chiqarib berar ekan.
Menga mana shu musulka yig'ish yoqdi. Zo'r pul ishlasa bo'ladi-da. Faqat oldingizda ko'p odam yo'qligida qilinglar yoki oldingizda odam yo'qligida qilinglar. Chunki agar yoningizda odam bor bo'lsa, u pul ya'ni u pulni yoningizdagi odamlar olib olishi mumkin ekan. Tak do'stlar. Do'stlar, keyin o'lib qolmaslikka harakat qilinglar. Hech kimni o'ldirib qo'ymaslikka ham harakat qilinglar. Agarda o'ldirib qo'ysanglar, militsiya keladi. Militsiya nima qiladi bo'laysizlar? U sizlarni o'ldiradi yoki kimdirni urmaydi. Ursangiz, ya'ni ursanglar, u ham sizlarni uradi-da, o'ldirib qo'yishi mumkin. O'ldirib qo'ysa nima qilibdi deyishlar mumkin. Agar o'ldirib qo'ysa, sizlar banishxonada tug'ilasizlar. Banishxonada tug'ilasizlar. Keyin banishxonadan chiqish uchun sizlar pul to'lashingiz kerak. Pulingiz ketadi. Do'stlar, kelinglar-da, keling. Sizlarga ana qilib beraman demoqchi edim. Pitsxonada ishlab ko'rsatib beraman demoqchi edim. Xo'sh? Mana otmi parazit? Otmi? Do'stlar, pulni olib oldim, ko'rdinglar? Musulkalarni yig'ib oling, keyin ko'rsataman do'stlar. Do'stlar, musulka yig'ishdan ham anchagina foyda kelar ekan. Ana parazit emasmi? Hozir basharasini o'raman do'stlar. Do'stlar, keyin birovlarni o'ldirib qo'ysanglar, ba'zida anaqa kelmas ekan. Politsiya kelmas ekan. Lekin ba'zida kelar ekan. Pullarni olamiz do'stlar. Ketdik. Do'stlar, sizlarga endi pitsxonada ishlashni ko'rsatib beraman. Birinchi mapga kira olasizlar. Mana yerdan kirasizlar. Tak, do'stlar. Keyin kirib, mana bunga bosasizlar. Star Games'mi shunaqa degan yozuvga. Bu yerdan nonni olasizlar. Nonni olib, keyin qo'ziqorinni olasizlar. Tepas ana ko'rsatib turgan narsasini olasizlar. Yoki aytgan narsasini. Tak, keyin sir olaman, undoq qo'yib qo'yaman. Do'stlar, sizlar qo'yishingiz shart emas. Unda ustiga qo'ysangiz o'zi bo'lib ketadi. Tak do'stlar, keyin sizlarga vaqt beriladi 2 minut yoki 3 minut. 3 minut. O'sha 3 minut ichida qila olmasanglar, bo'ldi, pulingiz yo'q sizlarning. Tak. What the fuck lan basharingiz. O'g'on kirasizlar do'stlar. Endi mashga kirib, mana bunda qo'yasizlar. Mana bunaqa beradi, ustiga korobkalar qilib. Do kelasizlar. Do borib. Mana ko'p qo'yasizlar. Mana bo'ldi do'stlar. Faqat pulni kam beradi bular. Ya'ni pitsxonada pulni kam beradi. Keyin ana qilsanglar ham bo'ladi. Yoki qilsanglar bo'ladi. O'zingizlar xohlaganingizcha anaqa. Yana qilasizlar yoki qilmaysizlar. Do'stlar, kelinglar-da. Pitsxonani shipirib ketamiz. Hamma narsalarni musorga solib. Короче, butun hamma umrim hozir musorga terishi bilan o'tib ketadi. O'sha video boshlangan 8 minut bo'libdi. Shuning uchun sizlarga boshqa narsalarni ham ko'rsataman, do'stlar. Do'stlar, bu o'yinda biz keyin mashinalarga o'tirib, ana qilsak bo'ladi, bildinglar. Mashinalarga o'tirsak bo'ladi. Do'stlar, agarda taksi mashinaga o'tirsanglar, siz taksichilik qilsanglar bo'ladi. Militsiyachining mashinasiga o'tirsanglar, militsiyachilik qilsanglar bo'ladi. Agarda doktorlar mashinasiga o'tirsanglar, doktorchilik qilsanglar bo'ladi, do'stlar. Keyin pizzachilik qilsanglar bo'ladi, musulka tersanglar bo'ladi. Bu yerda har xil ishlar qilsanglar bo'ladi, do'stlar. Tak, do'stlar. Mana bitta keyin qilmoqchi bo'lgan narsalar bo'ladi. Ana pizzachilik bor, doktorxonachilik bor, ya'ni doktorchilik bor, militsiyachilik bor, taksichilik bor, ya'ni o'zingizlarni skininglarni tug'ilsa bo'ladi. Mana bitta invertor bor. Sizlar narsalar, mashinanglar, avtomatinglar mana. Boshqa narsalar. Do'stlar, mana kuchugimga o'xshagan kuchugini, mana o'zi kuchugim qani? Mana. Mana shunaqa kuchuklarni mana bitta olsanglar bo'ladi.
Bu yerda faqat kuch emas, mana bunaqa burunduq, ajdarni ham ochilib bo'larkan, faqat menda ular hali ochilmagan. Men 400 ta mana bunaqa qurbaqadan yig'ib, ikkinchisini olmoqchiman kuchini. Bu yerdan beri nechidir soatdan beri o'shanga pul yig'aman do'stlar. Endi 389 ta bo'ldi. Mana shu narsaga nimadir oldimda, agar olmaganimda hozir olgan bo'larmidim. O paytda hali bilmadim hamda pitochni. Tak, do'stlar. Urilib ketdi, men urmadim lekin. Bratchika men urmadim, men urma. Mana bu mashinada. Mana bu nima? Voy. Ne bo'pti? Do'st, hozir nima bo'ldi? Haqiqatda bu. Do'stlar, qaranglar. Men mana buni sotib oldim. Do'stlar. Buni biz yig'ishimiz kerak ekan. Do'stlar, buni men hozir emas, keyingi safar qilaman. Do'stlar, bu o'yinda yana ko'pgina qism bo'lishi mumkin, chunki bu qiziq o'yin. Kommentarga yozinglar, olaymi, olmaymi. Tak do'stlar, men shu mashinani yig'ishim kerak. Hozir men tigini yig'ganman. Birinchi men kuch yig'ib olishim kerak. Kuch yig'ib olsam bo'ldi, kayf do'stlar. Nima bu? Tak do'stlar, короче. Do'stlar, ki mashinalarning yonida chiqib qolmaydi. Agarda mashinalarning yonida chiqib qolsanglar, mashina sizlarni urib ketadi. Do'stlar, ko'rdinglarmi? Balasiga tushib qoldim. $200 sarflashim kerak. Bu yerdan chiqishim uchun. Agar pul sarflaginglar kelmayotgan bo'lsa, o'yindan chiqib ketinglar, yana qaytadan kiringlar. Ana vobsheda chiqib ketib, keyin kiringlar. O'shanda pulinglar ketmaydi. Tejab qolasizlar pulinglarni. Do'stlar, kelinglar. Mana shularni surkachilik bilan o'tkazib olaylik. Do'stlar, sizlar bu yerda poygalar qilsanglar bo'ladi. Poyga o'ynaydigan joylar bor. Maktab bor narigi taraflarda. Mana buni qilib yovuzlar bilan ursanglar bo'ladi mana bu yerda. Menda hozir anaqa ekan. Zombilar. Haqiqiy odamlar ham bor. Mana boshladi do'stlar. Yo'q do'stlar. Do'stlar, bizda telefon ham bor. Telefongacha bor. Ko'rayotgan bo'lsangiz. Ana yuradigan joyni tagida telefon turibdi. O'shdan ham nima to'liq qilsanglar bo'ladi. Skininglarni to'g'risanglar bo'ladi. Yana avtomat olsanglar bo'ladi. Menimcha mashinani ham olsa bo'lardi. Tak do'stlar, endi oxirida boss bilan uğraşıyorsunuz do'stlar. Bilan boss'i basharangiz san. Nimaga orqadan kelsin? Krisi. Mana sen. Do'stlar, aytinglar, sening bilan olgan videolarim yoqdimi? Ya'ni sening bilan video olaymi yoki ukalarim bilanmi? Do'stlar, ko'rdinglarmi? Yana chiqib qoladi mana bunaqa qilib. Oy! Basharangiz san, basharang. Nimaga otyapti bu? Men bunga hech narsa qilganim yo'q-ku. Bu basharangiz san. Endi senda urishim kerak. Tak do'stlar, men pullarni olamiz. Do'stlar, videomiz o'z nihoyasiga yetdi do'stlar. Shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, iltimos kanalga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog'-salomat bo'linglar. Jimtar buni videoni to'xtatishga ham qo'ymaydi. Parazitlar. Xayr do'stlar, salomat bo'linglar. Xayr.